Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun 2026-yilning 6-mart sanasida Mohi Ramazon oyining muqaddas va muborak barokatli juma kunida biz yana ana shu mijozgina bog'imizda yetishtirayotgan daraxtlarimiz xususida to'xtalmoqchimiz. Biz bu yerga mana bu bedazorimizga yangi gilos bog'ini barpo etdik. Xudo xohlasa bu qanaqa giloski? Pakana gilos deyiladi, achchiq gilos, pakana gilos, yapan gilos, xullas shunaqa nomlar bilan ataladigan 1-2-3 xil navini oddiygina qishlog'imizdagi kichkina giloschalardan daraxtlarni tagidan olib kelib ekdik. Ana Xudo xohlasa bu gilos daraxtchalarimizni noyabr oyida ekib videosini qo'yganmiz. Ekilish jarayonlarini qanday bo'lganini alhamdulillah qarang, mana 3 oylik, 4 oylik natijani qarang. Dekabr, yanvar, fevral o'tdi. Giloslarimiz nima qildi? Kurtak chiqarib boshladi. Ana endi mart oyiga kelib biz bularni hammasini demak 50 sm, 40 sm qo'yib, taxminan 40-50 sm qo'yib, demak uchlarini kesib chiqyapmiz. Nimaga? Mana shunday holatda turgan, mana gilosimiz bo'ladigan bo'lsa, gilos daraxtimiz bo'ladigan bo'lsa, qariyb 1 metr, 120 santimetrni tashkil qiladigan bu giloslarimizni mana demak aytaylik 40-50 santimetr qilib qoldiryapmiz. Sababi nima? Sababiki ana 40 santimetr, 50 santimetr qilib qoldirib kesganimizda mana bu hamda bu kurtagi, mana bu kurtagi ana shu yon atrofdagi kurtaklari shoh vazifasini o'tab, ana endi bu demak niholchamizni nasib bo'lsa daraxt ko'rinishiga keltirib olamiz. Ya'ni mana bu yerda tayyori ham bor, qarang. Kesganimizda ana shu ko'rsatgan kurtaklarimiz sekin ana shu yon atrofga shohlaydi. Ana 4 tomoniga ham. Bu daraxtimizni ham mana bu yerini kesdik. Sababi nima? Yanada bu yerdagi kurtaklardan yanada shoxlarni hosil qilish maqsadida. Demak, daraxtlarimiz ana shunday kichkinalik vaqtida shoxlattirib, nasib bo'lsa bir chiroyli holatga kelishligi uchun kuz oylarida ekilgan ko'chatlarimizni demak bahorni boshi bilan mart oyida, fevral oyining oxiri, mart oyining 1-o'nligida, mana shunday 10 kunligida ana shunday qilib kesib olganimiz maqsadga muvofiq. Mana sekin-sekin bu daraxt holatiga kelyapti, qarang. Agar o'sha daraxtimizni aytaylik kesmaganimizda, kesmasak, tarbiyalamasak, buni shoxlatmasak, aytaylik shu holatda bo'lsin daraxtimiz. Buni ana shu holatdan kesib bu holatga keltirmasak nima bo'ladi deydigan savol tug'iladigan bo'lsa, mana bu yerda bizni 10-15 yillik bu bog'ni sotib olishimizdan oldin ekilgan daraxt ko'chatlari bor. Ana shu daraxtlarni xo'p holati bo'yicha sizlarni tanishtiraman. Mana bu yo'llarni ham uchlarini kesib chiqdik. Xudo xohlasa bu ham endi shoxlashni boshlaydi. Mana bu daraxtlarimiz biz bu bog'imizni sotib olishimizdan oldin demak ekilgan daraxtlar. Mana bu ko'chatlar bir-birlariga daraxt ko'chatlari birinchidan bir-biriga juda ham yaqin ekilgan. Xo'p, ikkinchidan umuman qarov bo'lmagan. Natijada mana ko'rib turganingizdek daraxt qayerga borib shoxlayapti? Daraxtimiz o'sish odam bo'yidan baland. Mana qayerda shox paydo bo'lyapti. 170, 180, qariyb 2 metrdan keyin mana shoxlayapti. Mana daraxtning holatini qarang. Meni bo'yimdan hozir ancha balandda. Ana o'z holatiga qo'yilgan. Xo'sh. Biz esa tagidagi ko'chatlarni nasib bo'lsa mana qoldiryapmiz. Mana yonidan bitta daraxt holatiga keltiryapmiz buni. Hozirdan pastlatib. Ana endi qarang. Bu yonidagi ko'chatimiz buni o'rniga, ya'ni yoshi ulug' daraxtning o'rniga qoladi. Ana daraxt holatiga kelyapti. 50-60 santimetrdan keyin shoxlab boshlagan. Bu esa endi tasavvur qiling qayerdan shoxlayapti. Bu nimani olib keladi? Meva terish jarayonini
eng birinchi navbatda qiyinlashishini olib keladi, xavfli bo'lib qoladi. Juda ham bir xavfli bo'lib qoladi. Ana shu. Hali ham biz juda ham bir o'sib ketgan daraxtlarni uchlarini kallaklab katta-katta kesib, demak, buni yon atrofga shoxlattirib olganmiz 2-3 yil oldin. Bo'lmasa juda ham uzun, juda ham bir xavfli ko'rinishda edi. Ana endi daraxtlarimizga berayotgan ozuqalarimiz to'g'risida ham azizlar sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Dastavval mana ariqlarimizni tozalab olib, sug'orib oldik 3-4 kun oldin. Ana mart oyining birinchi 10 kunligida qilinadigan ishlardan biri daraxtlarimizdan 70-80 sm uzoqlikda, ana shunday qilib chuqurchalar qazib oldik. 70-80 sm uzoqlikda 20-30 sm chuqurlikda daraxt. Bu paketimizda esa, bu idishimizda demak azot, ya'ni selitra hamda nima bor? Tuz bor. Tuz bu kaliy. Ana ko'rib turganingizdek, mana bu dona-dona kattalari azot. Bular esa mayin holatidagilari esa kaliy. Kaliy bu yaxshi bilamizki tuz. Bularni vazifasi nima deydigan bo'lsak, ana bu daraxtlarimizni qarang. Yonidagi bu katta qazib olgan chuqurlarimizga sig'ganicha miqdorda go'ng tashlab chiqyapmiz. U xoh mol go'ngi bo'lsin, xoh qo'y, xoh tovuq go'ngi bo'lsin, tomirdan uzoqroqda, daraxtdan uzoqroqda ana shunday qilib mana ko'rib turganingizdek, bir paqirdan, bir chelakdan aytaylik go'ng tashlab chiqyapmiz. Bu yerda esa yana undan ozgina yaqinroq joyda mana lom deymiz, lom. Qandaydir bir temir vositasi bilan yerni 20-30 sm xo'p chuqur qilib oldik. Ana shu 20-30 sm chuqurlikdagi demak chuqurchamizga ana bunday qilib bakalashkamiz yordamida o'sha karbamid, selitra va kaliy tashlab chiqamiz. Kaliyning vazifasi ayni gullash oldi berilsa, xo'p, bu nima vazifani bajarar ekan? Gulini to'kilib ketishini vazifasini bajarar ekan. Azot ham shu xuddi shunday daraxtni demak o'zini tutib olish uchun yaxshi samarali ozuqa hisoblanadi hamda o'sishiga, daraxtimizning yanada baquvvat bo'lishiga demak xizmat qiladi. Xudo xohlasa ana daraxtlarni kesib, siyraklab oldik. Ichkariga o'sgan demak shoxlarini kesdik. Ana azot kaliysini berdik. Go'nglarini tashladik. Ana endi esa xudo xohlasa 3-4 kundan keyin yana bir sug'oramiz. Endi bu yog'i faqat karbamid bilan suspensiya qilib turamiz. Bu mevani yirik bo'lishiga, hosilning sifatli bo'lishiga, katta bo'lishiga, hosillarimizni katta-katta bozorbob bo'lishiga demak xizmat qiladi. Va eng asosiy ishlardan biri endi bu yog'i havo isyapti, hasharotlar xohlaymizmi yo'qmi ko'payadi. Daraxtlarimizni inshaalloh 70-80 sm balandlikda o'rtacha qilib oqlab chiqamiz. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni dehqonchilik, chorvachiligingizga Alloh taoloning o'zi barokatlarini nasib etsin. Hammaga rahmat.